Mana bu joy ko'ryapsizlar, mana shu joy 20 minutda yonib yo'q bo'lib ketgan. Lekin sex rahbarining ustaligi bilan bu joyi bir haftada ishlab chiqarishini qayta tiklashdi. Aziz aka, yaxshimisiz? Sizomisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizomisiz? Ha, rahmat. Mehmonga keldik, yo'qlab sizni. Rahmat, kelinglar, xursand bo'ldim. Sizni so'rab podpischiklarimizdan 3000 ta odam zavodni ko'rsating, Aziz aka bilan tanishtiring dedi. O'shanga keldik. Rahmat, bo'ldi, tanishtiramiz, xudo xolasa. Aziz aka, avvalambor bu shinam joylar bilan tabriklayman. Muborak bo'lsin. Hop, sizni ko'pchilik Armada matrasi asoschisi deb bilar ekan. Hozir Halovat bilan Armadani o'zi qanaqa bog'liq joy bor? Sen aytib bera olasizmi? Hozirgi kungacha ham Armada matrasi asoschisiman. Halovat matras rebrending qilib ochganmiz. Armada ham ishlab turibdi, Halovat matras ham ishlab turibdi. Nega aynan Halovat matras? Halovat deb brend qo'yishimizning sababi olgan odam haqiqatdan maza qilib Halovat olishligi uchun, ana premium matrasda yotishligi uchun shu nomni qo'yganmiz. Men siz haqingizda post qo'yganimdan keyin bir haftada ishlab chiqarishi qayta tiklandi degan gapim mashhur bo'lib ketdi. Bu gapga ko'pchilik ishonmadi. Shu haqida ozgina aytib bersangiz. Kelgan paytimda qarasam hamma narsa yonib bo'lgan ekan. Bo'ldi, yongan narsa yondi, ketdi. Endi bu yerga harakat qilishimiz kerak. Jamoa bor. Jamoa bilan birga harakat qilib shu narsaga, shu kunga yetib keldik. Shu hodisa yuz bergandan keyin birinchi bo'lib xayolingizdan o'tgan narsa nima bo'ldi, Aziz aka? Hayolimdan o'tgan narsa birinchi bo'lib, endi kuchli jamoam borligi uchun hech narsadan cho'chimadim. Zo'r. Cho'chimasdan oldinga qadam tashlashimiz kerak. Jamoa dalda berib turibdi. Endi lider sifatida o'zim oldinga chiqib, jamoani orqadan tortib, shu jarayonni tez o'tishga harakat qilib ketdik. Ishini boshlamayotgan tadbirkorlarga bir kichkina motivatsiya berib ketsangiz. Boshlamayotgan tadbirkorlar birinchisi o'qisin, nimanidir o'rgansin, tajribada qo'llasin. Hozir kurslar rosa ko'p. Kurslarga borsin, o'qisin, tajriba qilsin, amaliyotda o'zgarishlar tez bo'lib ketadi. Endi odam bitta narsani olish uchun ikkinchi narsani berish kerak-da. Kichkina narsani berib, kattaroq narsani olishga harakat qilish kerak. Demak, kattaroq natijaga o'sishimiz uchun nimadir qo'ldan boy berishimiz bu nima tabiiy. Tadbirkorning tajribasi oshishni boshlaydi. Bitta narsaga bog'lanib qolmaydi. Bitta narsani, kichkina narsani berib, katta narsaga egalik qiladi. Jamoani bunaqa ahil qilib to'plashingizni qanaqa ularga motivatsiya berasiz jamoa uchun? Jamoa uchun motivatsiya hech qachon yengilmaslik. Endi yoshligimizdan sportga qatnashganligimiz uchun hech qachon yengilish xohlamaymiz. Faqat oldinga harakat qilish xohlaymiz. Aziz aka, ko'pchilik bunaqa keskin restart jarayonlarida mahsulot sifatini yo'qotib qo'yadi. Sizda bu jarayon qanaqa kechdi? Shu haqida aytsangiz. Biz sifatni hech qachon unaqa past ko'rish niyatimiz ham bo'lmagan. Har doim oldinga olib chiqish niyatim bo'lgan. O'shanga sifatga har doim urg'u yaxshi qaratamiz. Yanada yaxshi bo'lgan bo'lsa bo'ldi, lekin pastga tushmaganmiz hech qachon. Hali ham zo'r, Aziz aka. Tadbirkorlarga ayta olasizmi? Qimmat konsalting yoki qimmat zamonaviy avtomatizatsiyasiz ham qanaqa qilib bunaqa kuchli jamoa qurish mumkinligi? Jamoani niyatdan boshlash kerak. Qadriyat asosida niyatga qarab qilinadi hamma narsa. Niyatimizda yaxshi narsani ishlab chiqaramiz deganmiz, katta korxona quramiz deganmiz, katta mahsulotni ishlaymiz degan, dunyoga ta'minlaymiz degan niyatimiz bo'lgan. Shu asosda ketyapmiz. Hozir ko'rib turibmiz, sotuv bo'limida ham ishlar zo'rda. Bu tizimlashtirish uchun nima qilgansiz? Birinchi o'rinda muomala yaxshi bo'lishi kerak. Ikkinchi o'rinda mahsulotimiz yaxshi bo'lishi kerak. Uchinchi o'rinda lidlarni hech qachon javobsiz qoldirmasligimiz kerak. Shunda sotuv tizimi o'z o'rnida yaxshi ishlab ketadi, tizimli ravishda ishlab ketadi. Asosiy savdomizni 50%ni sotuvchilarimiz qilib bo'ladi. Kelgandan keyin, mijoz kelgandan keyin, o'sha mahsulotni ko'rgandan keyin bo'ldi. 100% olishga ishonadi, mahsulotni bizdan olib ketadi. Aziz aka, B2B yo'nalishini ham ochish rejalashtirayotgandik. Shu haqida aytsangiz. Rejamiz asosida ketyapti. Mana B2B sohamiz ham ishlayapti. Xodimlarimiz o'tiribdi. Hammasi joyida. Hamkorlik qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlar bor. Ular sizni qanday topishadi? Mana Instagram sahifamizga kirishsin, ko'rishsin, mahsulotlarimizni kelishsin, ishlab chiqarishlarimizni ko'rishsin, o'zgarishlarni ko'rsin, yangi mahsulotlarimizni ko'rsin, qanaqa ishlashimizni ko'rishsin. Hamkorlikka tayyormiz. Kelishib, bemalol ishlayveramiz. Kelishsin.